Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizlar mana Qo'shrabot tumaniga keldik. Mana bizlar Asqarjon, Bahodirjonlar bilan xizmatda bo'lamiz bugun nasib bo'lsa. Albatta bu narsani yo'lga qo'yib juda ham to'g'ri ish qilgan Soybek aka. Birinchi navbatda bu yerda osh yoki ichimlik yo boshqa narsadan emas. Bu yerda asosiy mehr. Birinchi navbatda mehr oqibat yo'qolmasin. Oybek osh markazi yaxshiliklar ulashishda davom etadi. Fasllarda 5 o'g'il, lekin bitta singil yo'q. Mening esa singlim bor, shundan mening ko'nglim to'q. Oybek aka, mana shu oshlarni singlimga yetkazib bering va dilimdagi bir gaplarni aytib qo'yingki, men singlimni juda yaxshi ko'raman. Singlim baxtimizga sog' bo'lsin. Onamni eslayman oppoq saharda. Qaymoqmas oq tongni berardi bizga. Qani endi shunday pok bo'lsa bu olam, ammo hayot o'zga, bu xayol o'zga. Singlim, omonmisan, yuribsanmi tinch? Men hamon yo'ldaman, tugamaydi yo'l. Qiynalsam ichimga yutaman dardni, qiynalgan odamga uzataman qo'l. Singillarimiz, onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar, qarshinglar bo'lsin. Sağ olsun, salomat olsun, hoşçakalsın, yaxshi bo'lsin. Onların ko'zi qalovatini ko'rishasiz. Odamlarda 10 ta aka bo'lsa, menda bitta aka bor. Shu 10 ta akani o'rnida bo'lsa, 2 aka bor. Sog' bo'lib yursin, doim baxtli. Rahmat. Dunyo turguncha tursin. Sog' bo'linglar. Rahmat, omon bo'linglar.